Assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, YouTube kuzatuvchilari, mana sizlar bilan yana Qonun faqat qog'ozdami kanali. E'tiboringizga havola qiladigan bu murojaatim Navoiy viloyati Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi haqida bo'ladi. Yana Navoiy viloyati Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasiga Maqsud Mustafoyevich Norqulov 2025-yil 12-may kuni tayinlanganlar. Tayinlanganlardan so'ng ishchilarga rag'batlantirish, ya'ni mukofot puli yozilgan. Denmedik sharofati bilan bu Denmedikimiz tibbiyot xodimlari bayrami, ya'ni tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan 135 million so'm mukofot puli ajratilgan, hisoblangan. 135 million mukofot pulidan xo'sh 30 million so'm pulni nechtadir xodimning plastik kartasiga tashlab berganlar. 30 million so'mini. Va shu plastikka pul tushgan xodimlarga 2025-yil 30-oktyabr kuni 105 million so'm naqd pul ko'rinishida vedomas qilingan. Bilasizlar, naqd pul vedomas bo'lsa kassadan o'sha ishchilar kelib qo'l qo'yib olish kerak. Lekin bu yerda boshqacha bo'lgan. O'sha 105 million so'm pulni Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi kassiri Qahhor Fozilov janob oliylari etib Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Maqsud Mustafoyevich Norqulovning shaxsan o'zlariga o'z qo'llari bilan kabinetlarda berib kelganlar. Vedomasga kelsak, qo'l qo'ydirishga, vedomasga kelsak, vedomaslar bo'lim boshliqlari, davolash ishlari bo'yicha boshliq o'rinbosari Ravshan Karimov ya bir dona vedomas. Chunki davolashlar bo'yicha vrachlarga o'ziga qarashli. KTMP degani ko'p tarmoqli markaziy poliklinika mudiri. Xo'sh, Sherzod Mardonovga bitta vedomas. Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi bosh hisobchisi Adham Nurpullayevga bitta vedomas tushgan. Yana shunga o'xshash rahbarlarga mayda vedomaslar tushgan. Ular qo'l qo'ydirib olgan vrachlarga. Shu nechtadir xodimga pul ajratgan bo'lsa, o'shanga qo'l qo'ydirib olgan. Lekin Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasining kassiri Qahhor Fozilov bankdan pulni olib kelib, tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Maqsud Mustafoyevich Norqulovga kabinetda etib topshirganini, etib berganini aytdi. Bu qanday hol bu? Bu qonunda ko'rsatilganmi? Mumkin emas narsa-ku. Nimaga bunday qilishadi? Kassir bankdan borib porucheniya doверенность bilan pul oladi. Pulni egalariga yetkizaman. O'zim javob beraman, o'zimni bo'ynimda deb mas'uliyat bilan pulni olib chiqib keladi. Olib chiqib kelgan pulni nima uchun egalariga bermasdan korxona boshlig'iga aytib beradi? Korxona boshlig'i pulni nima qilgan hech kim bilmaydi. Men Qahhor Fozilovdan so'radim. Pulni nima qilding? Pulni aytib aka boshliq korxonasida berdim, o'zini qo'liga topshirdim dedi. Aslan odamlarga tarqatishing kerak emasmi desam, menga dokument kelsa bo'ldi deydi. Bu qanday dokument kelsa, bu faqat qog'ozdami? Dokumentda aytayapti, bo'lim boshliqlari Xo'sh Mardonov, Nurpullayev, Karimovlar qo'l qo'ydirib beradi o'ziga tegishli odamlarga. Menga dokument kelsa bo'ldi deydi. O bechoralar plastikka tushgan necha yuz mingdir pulga aldanib
Vedomskiya qo'l qo'yib beryapti. Bu yerda katta summa ketyapti. 105 million so'm. Hazil pul emas. Bu pul nima qilishgan ekan? Hech kim bilmaydi. Pul nima bo'ldi deb Qahordan so'rasam, "Bu yerda men bilmayman" deydi. Demedikda konvertga solib 300 necha mingdan tarqatdi mukofot puli qilib dedi. Bir o'ylash kerak, necha pulni olib kimga tarqatdi, uni nima qildi? Jumboqligicha qolyapti bu narsa. Bunga, bu holatga Navoiy viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Safoyev Nurali nima deb fikr bildirar ekanlar? Nima deb izoh qilar ekanlar? Kutib qolamiz. Nurali Safoyevning, Oblzdrav boshlig'ining fikr mulohazasini. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qo'llaringizdan kelsa tarqatsangizlar, shu murojaatim prezidentimizga yetib borsa, huquq muhofaza qilish organlariga yetib borsa, ayrim rahbarlar shunday kamchiliklarga, qonun buzilishga yo'l qo'ymasmidi degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Efirda ko'rishguncha.